Qurbonlikka tilla vizachilar uchun juda ham ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydim do'stlar. Ishoning, hali bunaqa sovg'ani hech qaysi bir vizachi bera olmagan. Assalomu alaykum do'stlar. O'zim bunday bir o'ylab qarasam, sizlar uchun hali bir hech sovg'a ulashganim yo'q. Yaxshilik qilmagan ekanman. Kel dedim, mana shunaqa kunlarda dedim, bir yaxshi sovg'a tayyorladim sizlar uchun. Xo'p, sayohat vizaga topshirayotganimizda tajribadan kelib chiqib aytaman do'stlar, biznikilar eng ko'p qiynaladigan hujjat turi bu bankshot. Bankshotni juda ko'pchilik yaxshi bilishadi. Bilmaydigan insonlar bo'lsa, qisqacha tushuntirib o'taman. Bankshot bu siz chet elga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, hisob raqamingizda pul borligini elchixonaga ko'rsatib berishingiz kerak. Bu odatda davlatga qarab farq qiladi. Men o'zim Koreyada uzoq muddat yashaganligim uchun va asosiy mijozlarim Koreyada bo'lganligi uchun Koreyadagilar uchun tushuntirib beraman. Ya'ni Yaponiyaga 5-6 million won atrofida ko'rsatishingiz kerak. Schengen uchun 7-8 million won, UK uchun, Angliya uchun ham shunaqa miqdorda. Ya'ni bu sekin-sekin ko'tarilib ketaveradi, davlatga qarab farq qiladi. Xo'p, endi sovg'aga to'xtalamiz do'stlar. Qurbonlikka mana shu bankshotni o'zimiz qo'yib beramiz, faqatgina birinchi murojaat qilgan 3 kishiga do'stlar. Bu sovg'amiz faqatgina bugundan boshlab 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi va 8-chi sanalarda amal qiladi do'stlar. Aytganimdek, hali bunaqangi taklifni hech qaysi vizachi bera olmagan do'stlar. Faqat shoshilamiz eng birinchi murojaat qilgan Koreyadagi 3 ta yurtdoshimiz uchun.